Bismillah. Mana bugun O'rta Chirchiq To'ytepadagi 100 kilovatlik obyektimiz bitdi. Xudo xolasa bu ishga tushirib beramiz. 170 dona panel. İki qatordan qilib joylashtirildi, xudo xolasa. Jenko 590 wattlik panelda o'rnatildi. 170 dona. Profillarimiz hammasi to'rga to'r. Joylashuvlarini e'tibor berasiz. Onidan emas, tagidan burchak qilib kesilib qo'yilgan. Panellar orasida kamida 30 santimetrlar joy qoldirilgan shamol uchun. Shamolga qarshilik uchun. Gofriga tortmadik. Hammasini mana bunaqa maxsus o'zini maxsus latoglari bilan kabelni latogida tortib chiqdik. Xudo xolasa 25 yil, 30 yilgacha bemalol ishlab beriladi. Hali ishlarimiz yakuniga yetmagan. Ular hammasi tepaga tortilib, tepadan tushirib kelinadi, xudo xolasa. İkinci qatori 55 metrdan ikkita karkas to'qildi. İki qatordan hozir 4 qator bo'ldi, xudo xolasa. Hammasi latoglarda tortildi kabellarimiz. Naryoqda o'zi usta bolalarimiz ishlashyapti. Inverterga va avtomatlarni yig'ish ishlari davom etmoqda yo'qda. Bittasiga zaglushkalar qo'yildi, mana chetlarigacha zo'r bo'ldi, xudo xolasa. Bu yoqda latogda kabellarni latogda oldik. Inverter bu yoqda, xudo xolasa. Kabellar 10 ta gruppa bo'lib keldi. Mana birinchi предохранитель, sesi avtomat, mana o'zibda olib pastga zazimlini baqib qo'yishdi. Bundan chiqib mana 100 kilovatlik inverterimiz. Kilovatlik inverter deydi. Bundan chiqib mana o'sha buyog'i seloy avtomat. Shu holatda bundan tepadan tortilgan, o'sha tepadan tortib qochirib transformatorimiz mana shu kombayn orqasida mana turibdi. 65 metr siloviy kabel ketdi. 4 ga 20. Hamda inverterlarimizni, avtomatlarimizni umumiy ko'rinishi.
suvni olib transformatorga yuborib ulanadi, xudo xohlasa.